Kelgan joyimizga yetadigan bo'lsam, Yangi Toshmiyni postidan 4 kilometr kirib kelinadi. Oltintepa to'yxona bor o'ng qo'lda. O'shandan ozgina o'tganda chap qo'lga ko'chaga tushiladi, pastli ko'cha, ikkinchi ko'chada bilan shu xonadonga kirib kelasizlar. 308 sotuvga tushgan bo'ldi, narxi $70,000 startoviy. Xo'p, qo'lini tushuntiradigan bo'lsam, bitta mashina qo'yishga bemalol joy bor, bitta minus bor, yo'lak bor, sal kattaroq yo'lak. O'sha yo'lak bilan kirib kelinadi xonadonimizga. O'shani hisobga olgan holatda kelaverasizlar, xudo xolisa, lekin narxi vashshu zo'r bo'ldi, xonadonning o'zi ham zo'r bo'ldi. Bu yoq taraf taxminan 5 yil bo'lgan qurilganiga, bu yoq taraf 2,5 yil atrofida bo'pti qurilganiga. Hop, bu yoqda bitta spalniy bor, bitta zal bor. Yonida remontlarni ko'ryapsizlar, yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Hop, bu yoq tarafga yetadigan bo'lsam, bitta oshxona bor. Oshxonalari ham yaxshi, remontlari yaxshi holatda turibdi. Oshxonaning yonida bitta o'tirib dam olib, ovqatlanib o'tiradigan bitta xona bor. Undan keyingi xonamizda bitta sanuzul bo'lyapti, kattagina razmerda, kichkina emas. Undan keyingi xonamizda bitta ota-onalar uchun, yosh kattalar uchun yotoqxona. Undan keyingi xona bitta detskiy xona, bolalar uchun yotoqxona. Hovlini ko'ryapsizlar, hovlimiz vashshu zo'r holatda turibdi. Bu yoqlarni ham ko'rsatib turing operator. Xo'p, mana bu yoq tarafda kalavatlar qo'yib qo'yilgan. Kalavatlarda bemalol yozgi kunlarda dam olib o'tirsa bo'ladi. Hop, bu yoqda ham kashelargacha qo'yib qo'yilgan. Xonadonimizda vashshu zo'r bo'ldi. Puli ham xudo xolisa 100% arziydi deb ayta olmayman. Bitta minus o'sha yo'lak bo'lib qoldi. Lekin narxiga bu xonadon 100% arziydi, xudo xolisa inshaalloh. Kimgadir shu xonadonimizda qiziq bo'lsa, nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib bemalol yana talashib, tortishib, savdosini qilsa bo'ladi. Imkon qadar taqab qo'ydi narxini o'zi. Imkon qadar taqab qo'ydi. Oldin deydiki, ana 10-15 ming o'tib beradigan paytlar o'tib ketdi. Hozir o'zi savdolar ancha pasayib qolgan, o'shani hisobiga ozgina o'tadigan joylari bor. Xudo xolisa, keyin mabodo bu videoni ko'rayotgan odamlarning diqqatiga sizda qanaqadir joyiz bormi sotiladigan, masalan, shaharda Domlami, Shayxontohur, Olmazor, Uchtepa, bizning o'zimizni ishlaydigan rayonlarimiz bor, sotib berish xizmatlari ham bor, reklama xizmatlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, bexijolat aloqaga chiqaveringlar. Kelishtirilgan chiroyli narxlarda kelishib olamiz, o'sha narxlarda xizmatinglarni qilib beramiz, xudo xolisa. Bilasizlar, biz komanda bo'lib ishlaymiz. Komandada baribir inshaalloh kuch bor. Qanchadir miqdorda, xudo xolisa, qo'ldan kelgancha, avvalambor Allohdan qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda sotishni harakatini qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, mana shu atrofdan xonadon olaman deb yurgan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Dom sotib, uchastka qilishim kerak degan aka-uka, opa-singillarga vashshu zo'r variant. Ulgurib qoladigan joyi, xudo xolisa, narxi vashshu zo'r bo'ldi. Xonadon ham zo'r, lokatsiya ham zo'r. Gaz, suv, svet, bitta xudo xolisa inshaalloh muammo yo'q bu mahallada. O'z bilganlar biladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.